Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun videoda sizlar bilan Ausbildung qilib Germaniyaga kelsa qancha oylik olish mumkin, qancha pul topish mumkinligi, qo'shimcha ishlash mumkinmi, qo'shimcha ishdan qancha daromad olsa bo'ladi, qanchasi o'zingizga rasxod bo'ladi, qanchasini uyga jo'natish mumkinligi haqida tushuntirib aytib beraman. Videoimni birinchi marta ko'rib turganlar uchun ismim Sardor, 6,5 yildan beri Germaniyada yashayman va shu yerda dasturchi bo'lib ishlayman. 5 ta tilda gaplasha olaman. Va o'zimni YouTube, Telegram, Instagram kanallarimda Germaniyaga kelishni yo'llari, qonun qoidalari, hujjatlari hammasini tushuntirib boraman. Eng asosiysi yaqinda O'zbekistondan Germaniyaga Ausbildung orqali yoki ishlashga kelish uchun hamma yo'l yo'riqlari, hujjatlar, deylik, joy topish, hujjatlarni tayyorlash, rezyume yasash, motivation xat yozish, qanaqa beverbon qilish ishlarga yoki Ausbildung joyiga qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi, vizaga qanday topshiriladi, viza qanday olinadi, hammasini suhbatlarda nimalar deyish kerakligini tushuntirib bitta darslik chiqaraman katta, xudo xolasa. Endi albatta darslik pulli bo'ladi, chunki u yerda juda ham katta mehr va katta vaqt sarflanadi. Birinchi bo'lib Telegram kanalimda e'lon qilaman va hammasi shu yerda tushuntiriladi. Shuning uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar, Telegramga o'tib darslik tayyor bo'lishi bilan xabar beraman. Endi asosiy mavzuga o'tsak, videoni yoki meni kanalimni birinchi marta ko'rayotganlar uchun tushuntirib o'taman. Ausbildung bu Germaniyaga kasb-hunar o'rganish uchun kelinadigan bir ta'lim turi. O'zimizdagi kasb-hunar kolleji bilan bir xil narsa. Faqat bizda kasb-hunar kollejlari yaxshi ishlamagan, bu yerda juda ham zo'r yo'lga qo'yilgan. Ya'ni siz bu kasb-hunar o'rganish davomida bironta joyda ishlaysiz kasbingiz bo'yicha. Haftada 1-2 kun teoriya darslari bo'ladi. Qolgan 2-3 kunida borib turib, deylik, siz elektriklikka Ausbildung qilsangiz, elektrik bo'lib ishlaysiz, borib yonida yordamlashasiz, deylik, o'sha siz joy olgan firmada. 3 yil davomida siz o'sha firmada bo'lasiz va shu ishlaganingiz uchun o'sha firma sizga oylik to'laydi. Ko'pchilik buni endi men Instagramda boshqa joyda ko'rib qolyapman, stipendiya deyapti, lekin bilmadim qanchalik to'g'ri bo'ladi, chunki stipendiya shunday nima deydi, qandaydir bir imtiyoz sifatida beriladi. Ish, mehnat nimadir talab qilinmaydi. Lekin bu Ausbildungda oylik desak to'g'riroq bo'ladi, chunki siz borib ishlaysiz. Haqiqatda o'sha ishxonada, firmada odamlar qanaqa ishlasa, shular bilan bir xil tartibda, bir xil darajada ishlaysiz va shu ishlaganingiz uchun firma sizga oylik beradi. Hozirgi kecha kunduzda 26-yilda deylik, bu oylik o'rtacha 1000-1200 euro. Bu Germaniyadagi Mindestlohn deydi, eng kam oylik ish haqi soatiga hisoblanadi. O'shani oshishi bilan yana oshaveradi o'zi. Oyiga 1000-1200 euroni o'rtacha tashkil qiladi. Bu narsa firmaga, siz tanlagan sohaga bog'liq, ya'ni 1000 bo'lishi yoki 1200 bo'lishi. Har oy sizga shunaqa summada oylik beriladi va har keyingi yilda bu 100-150 euroga ozginaga oshadi. Ya'ni birinchi yil siz 1000 olsangiz, keyingi yil 1150 ga olishingiz mumkin. Undan keyin 1300lar, 1400lar ham oladiganlar bor. Ausbildungni asosan oddiy sohalarga, kasb hunarlarga qilinadi. Deylik, yuristlikka, xirurglikka, tish doktorlikka Ausbildung qilib bo'lmaydi. Faqat mana tish doktorining yordamchisi bo'lishga yoki bilmam yuristning yordamchisi bo'lishga Ausbildung qilishingiz mumkin. Ana sohalarga, yuristlik, doktor, jarroh yoki yana shunaqa sohalar bor, ularga universitetda o'qish kerak. Kasbiy sohalar bo'lsa, mana haydovchilikka, mexaniklik, quruvchi, elektrik, bilmadim, elektronika, mana shunaqa sohalarga Ausbildung qilsangiz bo'ladi. Endi asosiy fiks oylikni ko'rdik. Deylik, siz kelib Ausbildung qiladigan bo'lsangiz, 1000-1200 euro atrofida oyiga pul olar ekansiz. Buni yonida yana ishlasa bo'ladimi? 2025-yilgacha Ausbildungchilarga faqatgina mini job qilishga, ya'ni haftasiga 10 soatgina ishlashga ruxsat berilar edi. 25-yildan boshlab qonunlar o'zgartirildi, yangilandi. Ausbildungchilarga ham xuddi universitetda o'qiydigan talabalarga o'xshab 20-24 soatgacha haftasiga ishlashga ruxsat berildi. Endi siz Ausbildungning yonida qo'shimcha, deylik, 24 soat haftasiga ishlasangiz, bu oyiga bir 1200-1500 eurolargacha, bu ham soatiga necha pul to'lanishiga bog'liq, yana qo'shimcha pul topishingiz mumkin. Lekin degan joyi bor. Ya'ni siz faqat Ausbildungdan keladigan oylikni olsangiz, oyiga 1200 deylik, undan nalog olinmaydi. Germaniyada Steuerliche Freibetrag degan narsa bor. Yiliga 12.000-13.000 eurogacha pul topsangiz, undan nalog yechilmaydi. Talabalar aynan o'sha summagacha pul topadi. Odatda oyiga 1200 topsangiz, o'sha 13.000 bo'ladi va
undan nalog yetishmaydi. Endi siz o'sha Ausbildungdan 1200 ni olib, yana yoniga 1000 euro ishlashni boshlasangiz, уже siz o'sha shtoylik Freibetrag, ya'ni soliqdan ozod qilingan summadan o'tasizda, sizdan nalog ushlab qolishni boshlaydi. Ana shuning uchun ham balki bu juda ham foydali bo'lmasligi ham mumkin. Lekin ko'ngilni cho'ktirish kerak emas. Ishlagandan foyda yo'q ekan-ku, pul qolmas ekan yoki pul topdansa. Oltin oraliq bor, ya'ni siz Ausbildung qilib 1000-1200 euro oylik olsangiz, yonida o'sha oldingi ruxsat bo'yicha mini job qilishingiz mumkin. 10 soat ishlasangiz, bu yana sizga qo'shimcha 500-600 euro pul degani. Shu bilan sizda deylik 1700-1800 euro oylik bor degani. Endi xo'p, shuncha pulni ishlab topdingiz ham deylik. Buni qanchasi rasxod bo'ladi, qanchasini ishlatib yuborasiz? O'rtacha shaharlarda, deylik Germaniyadagi o'rtacha hayot bo'yicha bir kishining bir oy yashashiga 1000-1200 euro ketadi. Ya'ni siz o'sha Ausbildungdan topgan pulingiz o'zingizni yashashingiz, kvartira, kommunalka, yeb ichish, qo'shimcha to'lovlar, проездной, bilmadim, internet, Wi-Fi mana shunaqa narsalar bilan o'zingizga yetib yetmay qoladi. Ana ishlagan qo'shimcha pulingizni balki orttirib yig'ib qo'yishingiz yoki O'zbekistonga jo'natishingiz mumkin. Men endi nimaga bu joyga urg'u beryapman? Chunki chetga chiqqan o'zbek borki, albatta uyga yordam bergisi, uyga ozgina pul jo'natishingiz keladi. Shuning uchun ham bu joyga urg'u berib aytyapman. O'zi umuman Germaniyaga kelayotganda, ayniqsa o'qishga kelayotgan paytda katta summalarni faraz qilmay, orzu qilmay, uydagilarga ham katta va'dalar bermay, men xudo xolasa ketyapman, 3 yil talaba bo'laman. Agar pul jo'nata olsam, demak biz juda ham omadli, baxtlimiz. Jo'nata olmasam ham xafa bo'lmanglar, ozgina sabr qilib turinglar. O'qishni bitirib ishlasam albatta jo'nataman. Mana shunaqa gaplashib, uydagilarga tushuntirib kelish kerak. Ausbildungni tugatgandan keyin odatda 80-90% holatda o'sha siz Ausbildung qilgan joyda sizni olib qolishadi. Chunki ularga o'zi kadr kerak bo'lgani uchun Ausbildungchi olishadi-da, tipa shogird deylik. O'zlariga shuni tarbiyalashadi. Tarbiyalab, oxirida sizni ishchi sifatida olib qolishadi. Endi juda ham bir bilmadim, xarakteringiz og'ir bo'lib, kelishalmay, hech kim bilan, hamma bilan urush janjal qilib, mana shunaqa bir yomon xarakterli bo'lsangiz, balki oxirida bizda endi shu joy bo'lmay qoldi deb sekin surkatib olishi mumkin-u. Lekin odatda yaxshi, normal odam bo'lsangiz olib qolishadi. Keyin yashash masalasida qanaqa shaharlar? Deylik, katta shaharlarda, München, Düsseldorf, Hamburgga, Berlinga o'xshagan shaharlarda uy-joy qimmat. Uy-joy topish qiyin ham bo'lishi mumkin. Shunga yarasha u yerdan qo'shimcha ishlarga imkoniyat juda ham ko'p. Lekin yashash ancha-muncha qimmat va uy topish qiyin bo'ladi. Shuning uchun men o'rtacha shaharlarni tanlaganni maslahat berardim. Deylik, Dortmund, Essen, Bielefeld, endi meni biladiganlarim, Hannover ham yaxshi shahar. Bunga o'xshagan shaharlar ko'p. Germaniyada deyarli hamma joyda, shaharida ham, qishlog'ida ham sharoit bir xil, ya'ni infratuzilma, yo'l, internet, svet, gaz, hamma narsa bir xil. Faqat shu ish topishda farqi bo'lishi mumkin. O'rtacha shaharlarda ham yaxshigina ishlar topsa bo'ladi. Ya'ni siz Ausbildung qilgan paytda qo'shimcha ish nima bu? Bir ofitsiantlik, dostavka, bir skladlarda oddiy ish, sotuvchilik, magazinda narsa taxlab yurish, topiladi ishlar. Topsa bo'ladi. Xo'p, umumiy tushuncha, pul temasi shunaqa. O'ylaymanki, hech narsani esdan chiqarmadim. Esdan chiqargan bo'lsam, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Albatta yana shunaqa qiziq temalar bo'ladi. Sizlarni qanaqa mavzular qiziqtirishini kommentariyada yozib qoldirsanglar, albatta bitta-bitta hammasiga video qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.